Maynavozchilik emas bu, befarq bo'lmang. Bu boquvchisini yo'qotgan oilalarning ro'zg'ori har hafta shunaqa 200 ga yaqin ro'zg'or tayyorlanib yetkaziladi va albatta ichida 2 kilodan oshiq go'sht bo'ladi. Umumiy hisobda 700 dan oshiq oila va 2000 dan oshiq boquvchisini yo'qotgan bolalarga ro'zg'or yetib boradi har 2 hafta bir oyda. Tasavvur qiling, necha kilogramm miqdorda go'sht kerak bo'ladi. Mana shu qo'limdagi go'sht qalbida shu yosh bolalarga mehribon bir saxovatpesha insonni ehson qilgan go'sht. Siz ham xuddi ular qatorida katta savobni, tuganmas bitmas savobni qo'lga kiritishingiz mumkin. Uning uchun yaqinda qurbonlikka so'ygan go'shingizni Mehr 2020 ga boquvchisini yo'qotgan bolalarga olib kelib topshiring. Siz shunchaki bu yilgi qurbonlik go'shtimni shu bolalarga beraman deb niyat qilsangiz bo'ldi. Undan keyingi hamma jarayonni bu jamoani o'zi do'ndiradi. 3 ta variantni eslab qoling. Birinchisi, siz qurbonlikka atab qo'ygan, boqib qo'ygan qo'yingiz bordi. Shu tirik qo'yni bersangiz, sizning nomingizdan so'yib, achotlarni tashab, mana shu holga kelgungacha hamma hisobotlarni yuborishadi. Ikkinchisi, yo'q, boshim ortib o'tirmayman desangiz, pul mablag'ini o'zini berasiz. Ular o'zligingiz uchun yaxshi qo'y tanlab, uni so'yib, mana shunaqangi holga kelgungacha yana hisobotlarni tashashadi. Yoki bo'lmasa, o'zi so'yib qo'ygan go'shingiz bor, qo'y bor, uni olib kelib bermoqchi bo'lsangiz ham qabul qilishadi. Xullas, hech qanaqangi mashaqqat, muammo yo'q, go'shtlarni qabul qilishadi. Bu videoni meni qurbonlik qilishga mablag'im yo'q deb o'tkazib bormang. Sizda xuddi o'sha savobni olish imkoniyati bor, yaqinlarga yuborib. Albatta, o'zi shundoq ham kerak emas videoni og'aynilarga yuborib yuribsiz, kerak emas videolarga like bosyapsiz. Bu videoga hozir like bosing, kommentariya yozing va hamma og'ayniga yuborib qo'ying. Qurbonlik haqida batafsil ma'lumotni shu videoning izohida, opisiyaniyasida olasiz raqamlari yoki profiliga kirsangiz, hamma ma'lumot berilgan videolar bor. Maynavozchilik emas bu, befarq bo'lmang, o'rtada bu boquvchisini yo'qotgan bolalarni butun yil davomida qorni to'q bo'lish masalasi yotibdi. Alloh taolo hammamizga nasib qilsin, bu savobni olish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Mehr 2020 bilan bu yilgi qurbonlik hayitini birga o'tkazamiz.